Shu videoyimizga bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yganingiz uchun hozir aytiladigan narxlarda 150 ming so'mdan chegirmasini qilib beramiz. Faqatgina 25-maygacha ko'rib turgan sigir sog'adigan apparatlarning bittasini kelib xarid qilasizlar. Narxlar arzon narxlarga kelishtirib, undan tashqari 150 ming so'mdan like bosib obuna bo'lganingiz uchun narxini o'tib beramiz. Biz do'konimizga kela chuqur variantda sigir sog'adigan apparatlarimizni olib berganmiz. Va bittali modeli hamda ikkitali modelini maslinli hamda bez maslinli modelidan do'konimizga olib kelib berganmiz. Kela manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat ro'parasida bemalol kelib do'konimizdan optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sigir sog'adigan apparatlarimiz to'liq obzorini qilib beramiz. Xo'p, birinchi o'rinda bittali modelidan tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rib turgan apparatning bittalik, bitta soqqanda, bitta sigirni sog'ib berish uchun mo'ljallangan Barbaros brendidan dishlarni ko'rishingiz mumkin. Nejivekali, zanglamaydigan original dishlar bilan jihozlangan. Miya qismlari ham juda ham mukammal, mustahkam qilib ishlangan hamda sigirlarda ham uncha qochirib yormaydi. Ovozi ham juda unaqa baland emas kerak. Xo'p, sifatlari juda ham zo'r. O'zida davleniya datchiklarigacha qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Mana davleniyasini, atmosferasini ko'rib turib bemalol ishlatsangiz ham bo'ladi. Bachoglari 30 litrli bachoglar bilan jihozlangan. Motor nadmotikalari qanaqa degan akalarimizga misad motika bo'ladi. 3 kilovat motorlar bilan jihozlangan. Polnis komplekt shu Turkiya davlatidan kirib keladi. Buni Xitoyi ham bor. Ma'lumotlarni ham bemalol o'qib olishingiz mumkin. Sifatlari juda ham zo'r. Zavodskiy 6 oyga garantiya beramiz. Narxini kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akili 5 million 500 ming so'mdan obunachilarimiz uchun qilib beramiz. Bemalol kelib do'konimizda xarid qilishingiz mumkin. Bu dishi oddiy varianti ham bor. Sizlarga nejavekali original modelni tavsiya qilamiz. Bu ham maslinli modelda ko'rishingiz mumkin. O'zida bachoglari bo'ladi. Xo'p, endi ikkitali modelimizga o'tamiz. Bitta soqqanda ikkita sigirni sog'ib berish uchun mo'ljallangan. Buning ikki xil modeli bor. Motor qismi, pompa qismi yog' bilan aylanib ishlaydigan varianti bor, hamda bunaqa oddiy modelidan bor. Birinchi o'rinda oddiy modelni ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha yelillariga tushish uchun to'rttadan o'zini soskalari bo'ladi. Bitta soqqanda shu ikkita sigirni bemalol sog'ib berish uchun mo'ljallangan. Sifatlari zo'r, shlankalari ham qalin, sifatli qilib ishlangan. Undan tashqari bachoglari ham juda ham sifatli, nejavekali original bachoglar bilan jihozlangan. Pompa miya qismlari ham juda ham mustahkam, motori mislik, voltmetrli ko'rishingiz mumkin. O'zida ham yo'q komplekt holatda bo'ladi. Bu oddiy modelimiz. Oddiy modelimizning narxini kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akili 6 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol do'konimizdan kelib optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin akili. Xo'p, endi ikkitali modelimizni maslinli modeli o'zini yog'i komplekt chiqadi. Xo'p, tepa idish qismiga yog' quyib bersizlar, yo axlajleniya aylanib ishlashning hisobiga ovozi past ishlaydi birinchi o'rinda, keyin motor qismi ham qizib ketmaydi akili. Sifatlari juda ham zo'r. Bachogga 35 litrli, ikkitadan soskalari qo'yilgan o'ziga. Bu ham bittada ikkita sigirni sog'ib berish uchun mo'ljallangan. Bu maslinli bo'lgani hisobiga narxi akili ozgina qimmatroq, 6 million 500 ming so'mdan obunachilarimiz uchun chiqarib beramiz. 6 million 500, 6 million 700 dan chiqadi. Xo'p, miya qismlari ham juda ham mustahkam, original miyalar bilan jihozlangan. Hech qayerda bunaqa sifatdagi sigir sog'adigan apparat topilmaysa, xudo xolasa. Pompa qismlari ham juda ham mustahkam. To'liq ma'lumotini pastga nomer qoldirib ketyapman. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bog'lansalar, to'liqroq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Shunaqangi sigir sog'adigan apparat qidirgan tanishlarga jo'natib qo'ysangiz, topish anchagina oson bo'ladi. Narx-navolarini xohlagan joylaringizga solishtirib, surishtirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Sifati hammasini narxiga qarab o'zgaraveradi.